Hürmetli vatandaşlarım, leksiyemizi devamlaştırmaz. Yani Washington'dan sözlevatımız, leksiyada sıdıqacı rozi. Biz hazırgıça belki sizlerle şunda qamimiz birlikte Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Jungo bu davlat munosabatining qandaq bo'ladiganligiga qiziqib keldik. Qandaq bo'ladiganligini tahlil qilib keldik, analiz qilib keldik. Belki bu bizning tariximizda o'zimizga shaxsan o'zimdan aytganda bu 20 yillik musofani besib keldim desam bo'ladi. Yaqindan beri Amerika Jungo munosabatidagi yirik xabarlar va yirik maqolalarni yo'ldosh vatandoshlarga tanishtirdik. Shu qatorda zada Amerikaning Jungo qaratgan siyosati nima degan savolga hozircha javob beramidik. Çünkü bunda siyaset zada nima degan savol Amerika hukumat tarafdan yoki Amerika davlat majlis tarafdan o'tirg'i chiqmagan ahvolda mening va boshqalarning bu to'g'rida hukm chiqarib, xulos chiqarib, Amerikaning Jungo qaratgan siyosati mushu deyishi bu qiyin to'xtaydigan gap. Şuna bugün biz vatandaşlar bilan şundaq bir muhim mesele to'g'risida so'zlashimiz, suhbatlashimiz yoki bo'lmasa vatandaşlarga bugün şundaq bir muhim leksiyani topshiramiz. Yaqinda Amerika davlat mudofaasining ministri Ashton Carter Amerika Jungo munosabati so'g'oq munosabatlar urushi davriga kirdi deb tunji qatam jakarli deb. Belki bu siz biz tahlil qilib kelayotgan zada qanday munosabat. Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Jungo munosabati zada qanday munosabat degan savolga javob shu yerdan chiqqan bo'lsa kerak. Shu yerdan chiqdi deb o'ylaymiz. Ham hukm qilamiz. Shunga vatandoshlarning bu leksiyaga diqqat bilan nazar og'dirishini umid qilamiz. Amerika Qo'shma Shtatlari Devlet Mudofaa Ministri Ashton Carter ikki cho'ng davlat so'g'oq munosabatlar urushi davriga kirdi. Janubiy dengiz bu vaziyatning bir halqasi deb ko'rsatdi mavzuli xabar 5-oyning 27-kuni Vanvitor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Amerika Qo'shma Shtatlari yuqori darajalik davlat mudofaa amaldori tunji bo'lib Amerika Jungo davlatlarini munosabatining so'g'oq munosabatlar urushiga davriga kirganligini jakarli. Amerika Qo'shma Shtatlari davlat mudofaa ministri Ashton Carter 5-oyning 25-kuni mundaq ko'rsatdi. Amerika bilan Jungo munosabatining navbatdagi vaziyati Amerika bilan sobiq Sovetlarning yarim asrlik so'g'oq munosabatlar urushi davridagi vaziyatga o'xshaydi. U mundaq ko'rsatdi. Amerika armiyasining Osiyoda muvozanatlashtirish uzun muddatli tirishchanlik ko'rsatishga to'g'ri keladi. Çünkü Jungo rahbarligining maydoni, Janubiy dengizning muqimligi va tinchligiga qarama-qarshi harakat qilish bo'lib, ularning maydoni tez orada o'zgarmaydi. Amerika Qo'shma Shtatlari davlat mudofaasi ministri Ashton Carter 5-oyning 20-kuni Amerika bilan Jungo munosabatining navbatdagi vaziyati Amerika bilan sobiq Sovetlarning yarim asrlik so'g'oq munosabatlar urushi davridagi vaziyatga o'xshaydi. Davomlashtiramiz vatandoshim. Ashton Carter ikki kuchli davlat so'g'oq munosabatlar urushi davriga kirdi. Ashton Carter mundaq dedi. İki kuchli davlat so'g'oq munosabatlar urushi davriga kirdi. Janubiy dengiz vaziyatining hozirgi holati dal shu so'g'oq munosabatlar urushiga kirishning bir halqasidir deb ko'rsatdi. Ashton Carter 5-oyning 25-kuni Amerikaning dengiz armiyasi institutida nutq so'zlaganda mundaq ko'rsatdi. Amerika armiyasi bosh ko'targan Jungoga duch keldi. Amerika armiyasi bosh ko'targan Jungoga duch keldi. Osiyo Tinch okeani rayonining muqimligi va tinchligi masalasiga chetishlik bo'lib qoldi. Amerika armiyasi Osiyo Tinch okeani rayonining muqimligi va tinchligi masalasiga chetishlik bo'lib qoldi.
Bugünkü vaziyat Amerika Qo'shma Shtatlari bilan sobiq Sovetlar o'rtasida yarim asr davomlashgan sovuq munosabatlar urushi vaziyatiga o'xshab qoldi. Amerika bilan Jungoning Janubiy dengizda elish munosabati mushu vaziyatning bir qismi bo'lib qoldi xolos. Davlat mudofaa ministri Ashton Carter mundaq mo'lcharladi. Jungo qaratgan strategik siyosatda Amerika qiyofati qat'iy bo'ladi, ham muloyim bo'ladi, lekin har qanday voqeaga shiddatli inkas qaytaradi. Osiyoda muvozanatlashtirish qisqa vaqtlik emas, balki uzun muddatli taktikadir. Davlat mudofaa ministri Ashton Carter mundaq mo'lcharladi. Jungo qaratgan strategik siyosatda Amerika qiyofatda qat'iy bo'ladi, muloyim bo'ladi, lekin har qanday voqealarga shiddatli inkas qaytaradi. Osiyoda muvozanatlashtirish qisqa vaqtlik siyosati emas Amerikaning, balki uzun muddatli taktikasidir. O ahamiyatli holda yana mundaq ko'rsatdi. Jungoning ichki qismiy mintaqasi va jamiyatning ahvolidan qaraganda hamon bir kuni o'zgaradi. 5 burjaklik bino Ashton Carter so'zlagan nutqning to'liq nusxasini e'lon qilmadi. Müşakkagan qisirib o'taylik, biz diqqat qilayotgan hozir Prezident Obama Yaponiya ziyorati Sima shaharda o'tkazilayotgan 7 davlat yig'inining axborot yoki butun nusxasi kitobnomasining mazmuni to'liq e'lon qilinmadi hozirgacha. Keyin e'lon qilinadi bilmadim. Shundaqla o'xshashda Prezident Obamaning Hiroshima oroliga berib ziyorat qilgan vaqtda so'zlagan nutqi butun nusxasi bo'yicha e'lon qilinmadi hozirgacha. Bir ikki jumlada e'lon qilindi. Masalan, yadro qurollar, atom qurollari masalasi va tarixni eslash degandek. Endi bugun nima deydi? Ashton Carterning dengiz armiya institutida so'zlagan dokladining butun to'liq nusxasi e'lon qilinmadi. Hozir biz so'zlayotgan nusxasi faqat bir ikki jumla. Diqqat qiling vatandoshim. Xabarlarga asoslangan davlat mudofaa ministri Ashton Carter Amerika Jungo munosabatining kelgusi vaziyatini yarim asrlik sobiq Sovetlar bilan Amerika Qo'shma Shtatlari o'rtasidagi sovuq munosabatlar urushining vaziyatiga o'xshatdi. Amerikaning uzun muddatli taktika manzarasini sizib chiqib, Jungoning sobiq Sovetlarga o'xshash o'zgarish qiladiganligini yoshirin ko'rsatdi. Amerikaning taktikasini sizib chiqib, Jungoning xuddi sobiq Sovetlarga o'xshash o'zgarish hosil qiladiganligini ko'rsatdi. Sobiq Sovetlar qanday bo'ldi? Yemirildi, gumron bo'ldi, parchalandi. Minister Carter mundaq ko'rsatdi. Amerika zamonaviylashgan harbiy qismlarini Osiyo Tinch okeani rayoniga yetkazdi. Ko'p davlatlar bilan qo'sh tarafli harbiy mashq olib bordi. Bu davlatlar Amerika bilan hamkorlashishni bakma arzu qiladi. Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat mudofaa ministri Ashton Carter mundaq ko'rsatdi. Osiyo Tinch okean rayoni butun dunyoning iqtisodiy va bexatarligida ta'siri kuchli bir rayon. Shunga Amerikadan yuqori darajada diqqat qilishiga to'g'ri keladi.